Og'a, mudirni o'rgandim, tersi odam. Bu mahbusni boshiga odamini topib qo'yishibdi. Diyarbakirda ham ishlagan ekan. Kim? Johidbek? Qil Johid. Uydan ishga, ishdan uyga. Bu Johid nomimizni yaxshi biladi. O'zimizni ham taniydi. Boramiz, tahdid qilamiz. Istanbulga tayinlanganlaringni eshitmagandim. Sizni bilasan, goh u yerdamiz, goh bu yerda. Qanday yordam bera olaman? Halil Ibrohim Kapar. Sedoq bo'lib qopti. Uni kasalxonaga yuborsang yaxshi bo'lardi, mudir. Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas. O'zining ham bunday talabi yo'q. Ishni qiyinlashtirma, mudir. Bu bir kunga kerak. Sen chiqarishga tayyorlan, mas'uliyatni yelkandan soqit qil. U terrorizmdagi voqea joyini ko'rsatib qaytarib olib kelinsa, bu yer Diyarbakir emas, 92-yil ham emas, bala. Mudir, bu narkotik ishi. Havo shu yerda ham tinch turgani yo'q. Bu ishdan o'zingga yomon bo'ladi. Menga hujjat olib kel. Menga ham yomon bo'lmasin. Senga ham bala. Hujjat uyingda, mudir. Bu nima deganing? Qo'ng'iroq qilib so'ra, odamlarim uyida bo'lsang kerakda o'sha yerga olib borishdi. Xotiningiz jon yetkazishni istashmayapti. Nima qilayotganingni bilasanmi? Menga qara, jahlimni chiqarma. Aloga sherikmisan deyman. Olaman dedimmi olaman. Tez yordamdan ham voz kechdim. Mashinamda olib chiqib ketaman. Biror gaping bormi? Xotiningga qo'ng'iroq qil. Bu qanaqa vertolyot? Mudir, politsiya vertolyoti hovliga qo'nyapti. Yaxshi, qo'naversin. Qamoqxonaning hamma tomoni ochiq. Bu yerga nega qo'nishyapti? Hovli qaysi tomonda? Chap tomonda. Jandarmlarga xabar beringlar, vertolyotni joyidan qimirlatmasin. Eshikni ochinglar, mahbus qochyapti.